bir to'rdishimizning o'zligini yo'qotgan ayoliga va ba'zi bir qisman ayollarga qilgan nashtardek yurak so'zi. Avagul, 20 necha yildan beri men sizni shundoq atab keldim. Azaldan o'zgartib boqmadim. Nima uchunligini bilamsiz? Chunki mening kallamda sizga munosabatlik go'zal aslamalarning hammasi mushu ism bilan munosabatlik. Men izchil ismingizni Avaxon yoki onasi deb chaqirishga qiyolmayapman. O chaqlarda siz bakli yosh edingiz. Men mushundaq. Ba'zida jidallashib qolatdik, ammo har ikkimizning o'rtaq orzusi bor bo'lg'achqa qanoatchan edik. Kunlarimiz jafoliq bo'lsa-mu, ammo xushal-xuram kulib yuradi. Yiliqi bir yili biz billa berib mol kirgizganimiz yilimi esingizdami? Avtobusning menishiga faqat 2 minutlik qolgan edi. Men bir cho'ng somkani yudib, qo'lingizni tutib yugurmoqchi bo'ldim. Siz har qancha chiqibmi mangolmay qoldingiz. Qarab turib, eng oxirgi qitimliq avtobusga ulgurolmay qoldik. Ammo esimizni yig'ib, o'zimizga kelgan chig'imizda bizni ap kelgan yilqi 3 chaqliq motosikletmi ketib qolgan edi. Shuning bilan biz o'sha avtobus bekitida bir kecha turishga majbur bo'ldik. Kech kuz vaqti bo'lg'achqa kech shamoli bak sovuq edi. Ikkimiz bir parcha latini tang yepinib, chin quchoqlashib o'tirdik. Shu chaqda men sizdan qo'rqatamsiz. Bo'lmasa biz orqamizga yenib ketaylik. Birer soatdan ortiq yo'l yursak, bozordagi mehmonxonaga tushib, aram ola olamiz, dedim. Biroq siz qilcha ikkilanmasdan meni rad qildingiz. Menga var qarab turib, biz shuncha pulni isrof qilib nima qilamiz? Bu yerda ko'p bo'lgandimi 5-6 soatla tura olamiz. Bir karpartni ijara elib yetib olganimizning nima ahamiyati? Bu chog'dagi siz garchi oddiy sodda bo'lsangizmi, lekin shunchalik batur, oq ko'ngil va illiq edingiz. Yana biz to'y qilishdan 1 yil burun ukungiz qurilish o'rnidagi ko'vrikdan yiqilib tushib, doktorxonaga opargan chog'da uning ahvoli bakli xatarlik edi. Doktorning deyishicha, operatsiyadan burun cho'qim 5000 yuan zakolat puli topshirishi kerak edi. Shu chog'da sizning titit bo'lib ketganingizga qarab, men qilcha ishkilanmasdan barliq yiqqan pullarimizni chiqardim. Lekin keyin yana 1200 yuan kamlab qoldi. Ayni vaqtda siz rostilla umidsizlangan edingiz. Ko'zingiz izchil mening yilqi Honda markalik yangi motosikletimga tikilgan edi. Shu vaqtda men sizning ko'zlaringizdagi ma'noni tushundim. Sizning eg'iz etishingizni kutmayla, men motosikletni Udul doktorxona yenidagi dehqonlar bozoriga olib setib etdim. Shu topning o'zida jiddiy setishga ehtiyojimiz bo'lg'achqa faqat 1500 yuangila sotdim. Lekin men o motosikletni yangi setib olgan chaqda 4000 yuandan ortiq pul xarjlagan edim. Keyin kunlarimiz barg'on sari yaxshilandi. Mashinamiz bo'ldi, uyimiz, bolamiz va pulimiz bor bo'ldi. Hatto boshqalar oldida 100 obro'yimizmi bor bo'ldi. Barliq ishlarimiz yaxshilanib ketdi. Lekin bu chaqda bizda burunqidek bir-birimizga moslashish va xushallik qolmadi. Keyin texmi ko'p pul tepish uchun men doim kechini kunduzga o'ylab ishladim. Ondan oilamni, o'g'limni va barliq iqtisodimni sizga topshirdim. Ammo siz o'g'limizni uyga qo'yib, kunlaringizni boshqacha o'tkazishni boshladingiz. Rostini aytsam, hozirgacha sizni zoti qaysi sabab bunda qilib qo'yganini bilmayman. Ish qilib, har qitim siz bilan fikr almashtirganda, siz faqat mas'uliyatni mang'ili ittirib qo'yasiz. Mening uyda oz turganligim, uy bilan korim bo'lmaganligidan og'irnisiz. Amaliyotda men har kuni amal qilib uyga qaytaman. Lekin siz mening iqtisod bilan oila o'rtasida faqat birnini tuta oladiganligimni tushunmaysiz. Men oilamni yaxshi boshqarib, sizga hamroh bo'lay desam, sizga yaxshi iqtisodiy sharoit yaratib bera olmayman. Iqtisodiy ahvolingizning keng tashav bo'lishini o'ylasangiz, menga yordam qilib, oilamizning yukini ustingizga elishingiz, siz yaxshi boshqarishingiz kerak edi. Rostini desam, men oddiy bir odam.
Her qancha savr taqatim, iqtidorim bo'lsa-mu, uyning ichidagi va sirtidagi ikki odamning ishini qilib bo'la olmayman. Biroq siz boshdan oxir bu ishni tushunib yetolmadingiz. Hatto oxirgi qitimda urushib qolganda deganingizdek amaliyotda siz bu masalani azaldan o'ylab boqmadingiz. Shundaqla bu masalaga qiziqmadingiz. Hatto bu ish siz uchun ozroqmi muhim emas. Vaqtning o'tishiga agishib, barg'ansir mijozingizni boshqara olmaydigan bo'lib qoldingiz. Haftada menga 2-3 qatim xafa bo'lasiz. Bir ochiqlansangiz, hech ish bilan koringiz bo'lmaydi. Ondan men bo'lsam, siz va o'g'limning 2-kunlik turmushi uchun yarim kechagacha oldirash ishlayman. Bilaman, sizga barliq o'zgarishlarni amaliyotda men keltirib chiqargan deb o'ylayman. Sizning bugungi texmi haddidan oshgan shaxsiyatchiligingiz, hech nimadan tap tortmaydigan shalloqligingiz, asabiylashingiz, boshdan tortib oyoqingizgacha bo'lgan kuchlikingiz, hatto sizning turmushga nisbatan borgan sari bexasligingizni o'z ichiga oladi. Agar men xatolashmagan bo'lsam, hozir siz asosiy jihatdan hojatxonaga kirgandimi, parda tortmaydigan, ichimlik botilkasining og'zini ishishdanmi erinmaydigan, ko'nglik kiyganda tasma bog'lamaydigan, mashinani haydaganda yo'l taxtasiga qaramaydigan, hatto karvatda midirlabmi qo'ymaydigan bo'lib ketdingiz. Gapning satraqini qilsam, sizning yana nimalarni qila oladiganligingizni bilmayman. Siz hatto hech ish qila olmaydigan bo'lib qoldingiz. Lekin ish terishni yaxshi ko'rasiz. Sizda hissiyat yo'q. Hissiyat yo'qli bo'lib qolmay, turmushga nisbatan hech qanday umid talabmi yo'q. Sizning qo'l ilkingizdagi bu narsalar xuddi osmondan tushgandek, bularning hammasiga ko'nib qopsiz. Hatto pul va eg'izingiz bilan turmushdagi barliq masalalarni hal qilishga ko'nib qoldingiz. O'ylab baqsam, bu 7-8 yildan buyon siz doim 2-3 kunda bir qatim meni sattilla bilan tillaysiz. Meni aldamchi deysiz, tuxumdan tuk undirib, hadisala amal tepib, men bilan urushsiz. Men rostilla jiq to'ydim. Hatto necha ming qatim sizning yuzingizga necha qachat salg'um keldi. To'ydan keyingi shuncha yillardan beri men vafodor ardin ushuq beg'arazga, begim hojamdan soltakka o'zgardim. Bularning qaysi biri sizning iltifotingiz emas? Yana kelib, kulkilik yeri, men ba'zida sizga balamizga oshpaz bo'laman. Sizni nishon qilib ish ko'raman. Ajiba siz mening nima uchun o'zgarib boshqacha odam bo'lib, sizni degan yerimga akilib ko'ndirmaganligimni o'ylab boqmadingizmi? Ajiba siz shunchalik bek yaxshi, shundaqmi? Yoki men sizdan qo'rqamdim? Va yoki bizning oramizda yana atalmish muhabbat bor bo'lganligi uchunmi? Sizga deb qo'yay, bularning hammasi emas. Mening yo'l qo'yganim bir erning ayoliga bergan va'dasi, erlik mas'uliyati, jamiyatning talabi, bir erning yuzi, bir dadaning o'z o'g'liga bo'lgan ko'yinishi va ibrat xolos. Bularning hammasi sizning qaltis tasavvuringiz bilan munosabatsiz. Lekin sizchi shuncha ko'p yillardan buyon izchil turda rohat-parohatdan bahramand bo'lib keldingiz. Har kuni 24 soat mana shunday holatda xohlagingizni qilasiz. O'zingizni bir ayoldan erkakka, kichik xonishdan hojamga aylangandek his qilasiz. Hatto o'zingizning dunyosidagi ayol podshoh bo'lib qolgandek his qilasiz. So'rab baqsam, siz mening har haftada qanchalik vaqt xizmat qilganligimni bilamsiz. Har kuni xizmat munosabati bilan qayerlarga berib kelganligimni bilamsiz. Bizning barliq do'konlarimizning har yillik muqim odam kuchi va uy ijara tanlarga qancha pul bo'lganligini, har oyda yemak ishmak uchun hech nimaga chiqim qilmasaqmi, hech bo'lmaganda qanchalik chiqim qilishimiz kerakligini bilamsiz. Mening hozirgi besimimning qanchalik og'ir ekanligini tushunamsiz. Mening hozir nimadan eng qo'rqadiganligimni bilamsiz. Mening biror qatim qinib yaxshi uxlamaganimga qancha vaqt bo'lganligini bilamsiz. Siz bu masalalarni azaldan o'ylab boqmadingiz.
Siz tünügün keşti şuncha bichara holda mening oldimda yig'lab yosh to'kdingiz. O chaqda mening qandaq hissiyatda ekanligimni bilamsiz. Ko'nglimdagini desam, ish bu yerga kelganda men sizga nisbatan hech qandaq minnatdorlik va ish og'ritish hissiyatida bo'lmadim. Faqat sizdan bezor bo'ldim ham bek charchab ketdim. Ochiqini aytganda, mening eng oxirgi murassayim sizga bo'lgan muhabbatimdan emas, sizdan qo'rqqanligimdan texmo emas, balki siz rostdanla meni bek beorom qildingiz. Pulning menga nisbatan ancha cho'ng ahamiyati qolmadi. Bugun atigan siz yana undadarda mendan nimishqa borgansir sizni yaxshi ko'rmaydigan bo'lib qolganligimni so'radingiz. Undaqda hozir men sizga aytib beray. Men haqiqatan sizni borgansiri yaxshi ko'rmaydigan bo'lib qoldim. Lekin bu hargiz mening yangisini yaxshi ko'rib, konisidan bezor bo'lganligim uchun emas. Sirtda birni tepib olganligim uchunmi emas. Balki sizning alla burun o'zingizdan voz kechganligingiz, sizning biz burun birlikda tortgan jafo mushaqqatlarimiz uchun minnat qilib bir umr bu uyda zo'rliq, zumbuluq qilishni o'ylaganligingiz, hammani, hatto menimi o'zingizning degini bo'yicha ish qildirishni qaror qilganligingiz uchun. So'nga mushu yillarda sizning qilgan hamma ishlaringiz, har qatimliq o'y-fikrlaringiz va harakatingiz yo'qotish xarakteriga ega. Siz kelgusingizni yo'qotibla qolmay, yana burun to'lagan barliq badallaringizni yo'q chiqardingiz. Siz izchil ashundoq ochko'z, o'z beshimcha o'zingizni unutgan holda o'limga qarab ketyapsiz. Boshqalarni ko'rolmaysiz, o'zingizni ko'rolmaysiz. İşçiniz dar, nadan va kelgusini ozroqmi o'ylamaysiz. Lekin bu dunyoda hech kim shaxsiyatchi, ochko'z, shalloq va halokatga qarab mengayotgan kishini yaxshi ko'rmaydi. Faqat umidvor, aktiv va oq ko'ngil bo'lgandala ondan quyosh nuriga o'xshash ichidan sirtiga nur sochqili bo'ladi. Nurning boshqacha atalishi yaxshi ko'rishdir. Gapni rostini desam, siz amdili 40 yoshga kirgan ayol bo'lsangizmi, ammo 7-8 yil burunla 60 yoshlik ayollardek kun o'tkazishga boshladingiz. Sizning mijozingiz, turmush odatingiz, tafakkur usulingiz, yana siz faxrlanadigan barliq narsalar, bularning hammasi amaliyotda sizga yuk bo'lib, hammasi sizning hozirdan boshlab ularga yuzlanganligingizning natijasi. Shunga Havogul, biz musha yerda xo'shlashaylik. Pul molning yermini o'g'lim bilan chiqqanlarga qoldiray. Menga faqat xotirjamlik va ko'ngil ozodalik bo'lsa bo'ldi. Qolgan umringlarni yaxshi o'tkazinglar. Bir-birimizni bo'sh qo'yib etishaylik. Amdi bo'yin turuqliq qilishmaylik. Men bak charchadim.